Men ko'p davralarda aytib berganman. Bizni bir tanishimiz aytadilar. Armiyadan kelganimdan keyin armiyada bir do'stim bilan, xorazmlik do'stim bilan juda qadrdon bo'lib qoldik. O'sha do'stimni taklifi bilan mustaqillikdan keyingi mahallar korporativ bizneslar bo'lgan. Savdo qilmoqchi bo'ldik. Men pul tikadigan bo'ldim. Do'stim Xorazmda, Urganchda ish qiladigan bo'ldi. Xullas ishni boshladik. İşimiz yo'lga tushdi. Meni ishim har oyda borib, oy yakunida 3 kunga borib, hisob kitobiga borib gaplashib kelaman. Onam o'tib ketganlar qor aka. Uyda keksa otam bor. Otajon duo qiling, safarga borib kelaman. Otam duo qiladilar. Navbatdagi bir safarimda otam duo qildilar, safarga ketdim. Bu yerda ishim bitmadi, safarim cho'zilib qoldi. Men yana 2 kun kechikaman deb aytishga bir hafsala ham qilmabman. Telefonlar yo'q o'sha mahalda. Xullas 5 kun deganda kirib keldim. Uyga men 3 kunda kelaman deb aytib ketgandim. Eshigini ochib hovliga kirsam, hovlida so'rida otam o'tirgan ekanlar. Salom berdim. Otam shu darvoza tarafga qarab o'tirgan ekan. Otamga qarab yura boshladim. Otam meni tanib so'kishni boshladilar. Indamasdan otamga qarab yuraverdim. Otamning oldiga bordim, bir qadam qoldi. Endi tizzalab ko'rishaman desam, boya hayqirib so'kayotgan otam endi dod deb yig'lashga tushdi. Meni quchoqlab, bo'yinlarimdan hidlab, peshonalarimdan o'pib qo'yib yormaydilar. Shu dod deb yig'laydilar. Qo'ygandan keyin aytdim, otajon, ushlanib qoldim, xabar bera olmadim. Bolam meni buncha qiynading dedi. Keyin bilsam 2 kecha otam uxlamagan ekanlar. Men shu yoshga kirib, ota so'ksa u yomon ko'rganidan so'kmasligini endi bilibman dedi. Otamning oldiga qarab ko'zlari ko'rishlari bilan so'ka boshladilar. Oldilariga borsam dod deb yig'lay boshladilar. U chidolmagandan so'kkan ekan. Shuning uchun yigitlar, ota-ona masalan sizni tushunmasdan ayblashi mumkin, to'g'rimi? Bo'ladimi? Noto'g'ri bir fikr bilan, noto'g'ri bir ma'lumot bilan. Imom Nasafiy aytadilar, farzand shu holda o'zini oqlashga harakat qilmasin debdilar. Masalan, ota-ona noto'g'ri ma'lumot bilan sizni ayblayapti. Shu chog'da yo otajon, onajon bunaqa emas deb turib, o'zini oqlashga harakat qilmasin debdi Imom Nasafiy. Chunki siz o'sha noto'g'riligini isbotlab tushuntirib bersangiz, ota yoki ona hijolatda qoladimi? Men noto'g'ri bolamni ayblab qo'ydim deb turib, sal hijolat tortadimi? O'sha hijolatga tushmaslik uchun sizni qora bo'lib yurishingiz ham, aybdor bo'lib yurishingiz siz uchun yaxshi deydi Imom Nasafiy. Ota-ona mana shunday zot. O'zi vaqt keladi, o'zi sekin o'zlari tushunishadi. Siz ularning gapini qaytarib, o'zingizni oqlashga harakat qilmang debdilar.